alaykum, hurmatli xaridorlar. Hop, Bo'stondagi do'konimiz xudo xolasa bugun ochilish marosimi bo'lyapti. Hop, bunday qilib teshikpanlar qilib berganmiz, selajlar qilib berdik. Bu tomonda sabzavotlar uchun moslashgan selaj qilib berdik. Undan tashqari meva uchun oldi ochiq xolodilnik qilib berganmiz. Bu tomonda молочный mahsulotlariga. Hop, bu xolodilnikimizni eshiklarini oynadan foydalanganmiz. Bu xolodilnikimiz eshikli qilib berganmiz. Tureskiy profillarda bo'lgan. Tovar turishini qarang, juda chiroyli bo'lib. Klientlar, xaridorlar juda ham ko'p. Bu tomonda kolbasni xolodilnik qilib berganmiz. Arxmer uchun ikki tomonlamali selaj qilib berganmiz. 180lik. Bu tomonda 220lik selaj berganmiz. Qizlar uchun selajlar qilib berganmiz. Kastanyonda odamni qaranglar, mashallah. Alloh ishiga rivoj bersin. Kim do'konni shunaqa qilib zamonaviy jihozlamoqchi bo'lsa, bizda sizlarga selaj xolodilniklar bor. Inshaalloh ochilishdan keyin yana bir kelib, bir qator do'konlarni video olib ketamiz. To'lig'ini qo'yamiz.